tayyorgarlikdan sami gilani sizga nasib bo'lsa. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Hamma mana shu ishondik o'zi mana shuga. Mana shuga hamma o'ynasin ishondik. Mana mashina keldi. Kutib oldik mana sizlarga ham rahmat. Yana o'ynaganman hammani xursand qiling. Yana O'zbekiston yursa yana. Rahmat. Obunachilarimiz, barcha mana shu bilet olib qatnashayotgan muxlislarga, mana sizlarga ham mashnaqa kunlar nasib qilsin iloyim. Yaqin bor ay taraf Tojikiston, yani O'zbekiston show joyiza zadan. И легендарный просто будет show. Bo'ysun darasidim O'zbekiston. O'zbekiston omadim show joyiza kabutak chortani hakim mesporim. Hammaton iltimos rozi bo'ling. Allohga tavakkal qilish kerak. Alloh nasib qilgani bo'ladi. Bu omadda kimning peshonasiga yozilgan bo'lsa shu bo'ladi. Endi hamma bilet oldi. Kimnidir biletlarini puliga menga chiqqandir shu mashina. Hamma rozi bo'lsin. Guruppay Behruz G. Hamma kasa. Muborak ay. İnşallah. Bu başına. Ana ben morabilar. Salom alaykum aka ukalar, salom alaykum barodari aziz. Ammo O'zbekiston rasida omadim. Biz O'zbekistonga o'tib keldik akajon. Assalomu alaykum aka-ukalar, okajonlar, opajonlar, hammaga salom. Mana biz O'zbekistonga kirib oldik. Behruztaji shaxsan o'zlari qo'llari bilan mana sovrinni, главный prizimizni opamizga topshirgani keldilar. Sherbachakoi namo damit rahim raftasi mashina sportni mashina qatoray. Nahay show joyzay, ne show joyzaram burada mesporim. Yak dasht biyoboni joy zur dayım bu var senin. Rozoy xirsanich modan است که ما هم خرسانج در رفته هستیم راه ندم 500 کیلومتر مونده. گروپای بهروز جی بچه‌ها همه کسا. بچه‌ها نما چیست دبی در هستیم. ای دبی دم جای زور نیکنین. Assalomu alaykum, yana bir bor o'rtoqlar biz Dubayga keldik. Dubaydamiz. Qaraylar bu manzarani. Albatta bu hazil Sirdaryoga keldik, Termizga kelib qoldik. O'rtoqlar qaraylar qanday biz ko'lga keldik. Juda ham chiroyli manzara. Xohlasa yaqinlashib qoldik. Ketyapmiz. Opamizga shu shoh joyimizdan topshiramiz xudo xolasa. Qaraylar qanday chiroyli manzarani. Ana. Zabeka nima deysiz? Chotki aka, mana shunday chiroyli krasavitsa mashinamizni berib yuborgan, olib ketyapmiz aka. Yig'lagim kelyapti. Mayli, shamol o'tsa egasiga buyursa. Nasib qilsin. Nasib qilsin. مردم تاجیکستان، مردم ازبکستان، مردم جهان این ما از بایستان دایم شربچکا سرخنداری دارن نه جایی که گاز در گرفته است در جهان این سوم جا میسوده در آسیا یکم جا در جهت گاز بلند در گرفته است پس اینجا سوخته میستد بایستان در هستیم ازبکستان اومدیم شو جایزه کبوتک چورتانه حکم میسپاریم همتون التماس راضی باشین وعده کردم ازبکستان اومدیم هم قبار که رای دور بوده که ان شاء الله که صحت سلامت اومدیم شو جایزه ناوتون اینای نصیب کنم دو خواهد میره اصلا ماشین بگهتر شده سه اسپید نکردیم حرکت میکنیم چه روچا تستر براسون تستر شه روچا کو بسپریم ماشین و اجدا کنیم که چه قبول میکنن هم اجدا که هستن که مردم ایخوت تاجیکستان مردم اومده سگفته و یاد پیشواز میگیرن که چه پیشواز میگیرن ان شاء الله که تو میبینید لایک رو بزنید همتون هم خیلی خرسانی نصیب کنم خدا نگهبانتون اینا بایستین کسی که همجورا میدونم مردم ازبکستان مردم تاجیکستان لایک رو بزنید کیم بیلاده شو جایده لایک بوسین کامنتار تاگا بوس کامنتار یازین ویدیو تاگا که شورا biz qishlog'imiz ili biz bilamiz shu joyda boysin bu shahar bo'ladi qishloq bo'ladi hali ko'ramiz bibi shirin
mahallasi ekan bu. Bibi Shirin mahallasi ekan bu tomon. Bu tomon Boysun boramiz. Hammangizga omad, faqat like bosinglar. Biz ketamiz. Mana. Soha. Bosh akajon, sog' bo'ling. Mashina sizga okeysan. Ino Sherbachako. Ana ki mashina mespono ja muzika u dangdunga kom bibinam chi gap boshad. Tuy hamma Sherbachako. Ina. Hurmatli bizani mana qatnashib bilet o'ynayotgan muxlislarimiz karne sunnelar bilan mana bizani pul olishyapti. Juda ham chiroyli O'zbekistonga Yap bizani shu sanchiligimiz o'zimiz ham shu o'ziga ishonib inshaalloh. Muborak ay. Muborak ay. Durmadım ola bu şey. Bura oldu. Muborak şava. Muborak şava. Özbekiston. Zenga bo'lsin abi O'zbekiston. Ne yapıyorum? Tamam yapıyorum. Ne o şara? Şu telefonu. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. Şu başına. Mubarak ver lan, mubarak. Hah, dur. Yok, kanki dur. Mubarak ver lan. Mubarak. Abi jamoat çek. Nima bo'ladi? Vaqt o'ynash bo'ladi, nima bo'ladi? O'ynasa hamma nima qilsa. Odamlarga nasib qilsin, nasib qilsin. Abajon, salom alaykum. Nasib qilsin. Kamera qani? Bu mashinani farni yo'qsa, dalni emas bo'lsa, Rahmat. Sağ ol akajon. Rahmat. Rahmat Ahmet, rahmat. Otav akam. Necha o'zora bor akajon? Necha o'zora bo'ling. Bismillah.
Assalomu alaykum. Tamam, çok selam. Nasıl kılsın? Mikrofonu koyarsın. Nasıl kıl inşallah. Moral ver sana kardeşim. İnşallah. Moral ver. Hani haydamazsan, o kızı kızını haydamazsan, soçayın ha, yardım etmezsen. Moral böyle. Moral. Sağ olun. Tamam. Bu nima qilsa, joy nima qilsa? Katta rahmat sizlarga. Assalomu alaykum aka ukalar, assalomu alaykum ona otalar, hammangizga shu xursandchilik nasib qilsa. Biz hozir keldik O'zbekistonga. Tojikistondan birinchi marta legendarniy shu o'yin bo'ldi. Birinchi marta Tojikistondan O'zbekiston shoh joyiza urdi. Xudo xolasa olib keldik. Hozir topshiramiz o'sha opamga yutgan opamga. Otabaka yana gapiring qani. Obunachilarimiz barcha mana shu bilet olib qatnashayotgan muxlislarga, mana sizlarga ham mana shunaqa kunlar nasib qilsin iloyim. O'zbekistonga mana bugun keldik. Hech kim bizani hali bunchalik kutmagan, juda ham xursand bo'ldim, minnatdormiz sizlarga. Bizga ishonib qatnashib o'ynaganinglar uchun mana xursandchilik kunlarda turibmiz. Mana opamizga bugun topshiramiz. O'zlari qarilar qatnashib. Inshaalloh. Azor rahmat kalom hamma shuma bardorajon aka ukalar, assalomu alaykum qajon. Hammaton rahmat kalom baroy dastgiri. Inamu guftum to yaqin bor ay taraf Tojikiston, ya'ni O'zbekiston shoh joyiza zadan. Legendarniy просто bo'zi shud. Hech kim باور نداشت با fikrimki همه ay Tojikiston O'zbekiston moshin miyorim, shoh joyiza miyorim. Bisor odamlar باور نداشتن که یعنی این دروغه، این بازی دروغه. نخود ay O'zbekiston, ay Tojikiston, O'zbekiston 8 tomon qati moshin miyoran. Endi bir so'mga moshin olib kelsa, hech kim ishonmaydi-da, prosta. Albatta, hech kim ishonmaydi. 11 ming so'mga mana shu mashinani yutib olishdi. Qarang mana shu nasib qilgan ekan, Alloh peshonalariga yozgan. Mana shu yutib chiqdi shularga. Shuning uchun ko'ngilli keng qilib, mana shu ishonib o'ynaveramiz. Hammani omadini bersin. Legendarniy o'yin bo'ldi. Haqiqatda mana O'zbekistonga keldi shu mashina. O'zimiz qarab xursand bo'lib keldik, to'g'ri o'ynab ko'rdik. Rahmat. Assalomu alaykum opajon. Assalomu alaykum. Opajon, bir cho'tib gapiring. Isming nima edi? Qancha bilet bor edi? Qanoq oldingizdi? Kim tavsiya berdi shu o'yindan bilet oldingiz? Ismim Shohsanam, qizimning ismi Manija. Manija qizim qani o'z mashinada oldiga bordim bu yoqqa. Opajon, Mana Ha, Manija qiziz. Manija Biz sizni Manija deymiz. Ha, qizimning ismi Manija. Ukam bilet olgan ekan. Endi bu Orzubek ukam bor, Dilmurod ukam bor. hali hammasini chaqiraman opajon. Bular sizlar topgan ekan, bilet olgan ekan. Keyin menga ham tavsiya berishdi. Sen ham bilet ol dedi. Mayli dedim, Allohga tavakkal qilib oldim. Allohga shukr nasib qilgan ekan, yutdim.
haqiqiy ekan. Ishoninglar, o'ynanglar. Qancha biletingiz bor edi aka? 10 dona biletim bor edi, bitta sovg'a bor. 10 dona mana 11 ta bilet bilan mana qaranglar, shu mashinani yutib olibdilar. Holingizga olib gapiring apajon. Chotki bo'lsa, shu odamlarga nima tavsiya berasiz? Shu g'ariblar, shu hamma nima o'ynaydi, bir xil yutdi, bir xil yutmadi. Allohga tavakkal qilish kerak. Alloh nasib qilgani bo'ladi. Bu omadda kimni peshonasiga yozilgan bo'lsa shu bo'ladi. Endi hamma bilet oldi, kimnidir biletlarini puliga menga chiqqandir shu mashina. Hamma rozi bo'lsin. Ha, inshaalloh, rahmat. Bir xil yozadiki, tojikistonlik odamlar kommentariyaga yozadiki, faqat o'zbekistonliklar yutdi, bizlar yutmadik. Tojikistonliklar yutdi, kvartiram yutdi. Shu kim ko'rmadi, o'sha aytdi. Kim birorta sizni ko'ribdi, siz yutdingiz. Nimaga O'zbekiston yutib, Tojikiston yutmadi? Kim O'zbekistondan ko'ribdiki, Tojikiston yutibdi, shura kommentariya yozibdiki, nimaga tojikistonlik odamlar hammasi yutdi, O'zbekiston yutmadi? O'sha odamlarga bir aytib bering apajon. Men hech o'ylamaganman-da, mashina yutaman ham deb o'ylaganim yo'q. Shunchaki o'ynadim. Kimgadir nasib qilgan bo'lsa osh bo'lsin derdim. Boshqa hech narsa demasdim. Endi taqdir qilgan ekan, biz yutdik. O'zbekiston yutdi. Ko'rdingizmi? Surxondaryo boysin. O'zbekiston bolalarga, qizlarga, ona otalarga biron suxan aytingki, "Vot O'zbekistondan yutdik, shu biron aytingizki, ishonasiz, realist siz O'zbekistondan siz." Shuni aytib bering hammaga. O'zbekistonliklarga tumanda ayttirdi. Joy hammasini yana aytib chiqing apajon. Surxondaryo viloyati Boysun tumani. Qishloq, Qishloq emas, Navruz. Navruz Navruz mahallasi. Mahalla. Mustaqillik mahallasi, Navruz ko'chasi. Ko'chasi ana. Hamma nasib qilsa, xo'p, akam yana akam yana bor aytingiz. Lekin mana shu ikki qizim o'yinni boshlagandan boshlab, "Oyjon, mana shu ko'k mashina siz yutasiz" deb niyat qilgan edi. Ko'rdingizmi? Nasib qilsa okajon. Xo'p. Ismingiz nima edi okajon? Manija. Ha? Omadli ism shular ekanlar-da, Manijaga chiqsa. Assalomu alaykum. Sizni ismingiz nima? Jasmina. Hamma qo'shir ismlar qo'ygansiz. Sog' bo'ling apajon. Xudo mashinani aylantirib yurayman inshaalloh. Mashinasi ham bor. Voy, ana. Bitta. Sizni mashinangiz zo'r, eli bu. Chindan ayt. Apajon. Yaxshi. Yo'q, shu nasib qilsa Alloh shu hamma biron narsa aytadi, bu munoq. Shu Alloh xohlamasa shu ish bo'lmaydi. Shu apa yutmaydi. Shu prosta biron duo qilgan, biron yaxshilik qilgan, biron odamlarga biron xayr qilgan, shu Alloh bergan. Shu biron inshaalloh. Ku akamga, kim tavsiya berdi o'sha akalarga? Mana ukam, bu ukamga tavsiya bergan, bu ukam menga tavsiya berdi. Assalomu alaykum akajon. Ismingiz nima edi akajon? Orzubek. Yana akajon. Orzubek akajon, birinchi marta siz bilet oldingiz, tavsiya berdingiz, ha? Ha, bu meni kanalimni qayerdan ko'rdingiz? Men kanalingizni Instagram nimasidan ko'rib, keyin 3 ta bilet sotib oldim. Keyin borib akamga tavsiya berdim. Akam ham bilet oldi, keyin opam keldi, opamga ham tavsiya berdik, opam oldi, mana aka peshonasiga bor ekan, opam yutib oldi. Ko'rdingizmi? Hammaga tavsiya bering. Inshaalloh shu o'yinni, shu mashinani yutdi apangiz. Yana biron padarka sizga qiladi-da, ha? Ha, inshaalloh qiladi. Shuning uchun hammaga tavsiya bering. Любой odamga tavsiya bering, o'sha yutsa, biron padarka qiladi, biron yaxshi gap aytadi, xursand bo'lib yurasiz. Ha, shunday. Akajon, siz ham keling. Bir savol bering akamga. sovg'ani beravering. Sovg'ani. Oyatal kursi yozilgan bir katta. Voy. Biron ilib qo'yasizlar. Ochayan, ha? Bo'ladi. O'zingiz Qani bir amal oldi. sizniki.
Maydalarni ham o'ynab. Ha, kelgan şeyga pul bitilgan. Maşallah. Buni ana ish joyingizga ilib qo'yasiz. Narigi tarafga turadi. Bu narsa. Onu biroz xudo xolasa otamga onamga beraman. Shunday qiling. Duo qiladi. Ko'rdingiz aka-ukalar. Shu prosta gapim yo'q, prosta Albatta. Hammani omadini bersin. bu narsa boshqa, prosta bu narsa. Yig'lam keladi, prosta bu narsani ko'raman. Bu narsa boshqa. Xursandchilikdan yig'laydi. Inshaalloh bu olamda inshaalloh Ha, betidagi klyonkasi keyin o'tlashaydi. Klyonkasi bor. Muhammadga rahmat. Bu hamma sadaqadan bu Eng darago'y pодарок. Eng darago'y bebaho. Bebaho pодарок. Behruz aka niyat qilib oldim. Doim Alloh panohida bo'linglar. bu kimniki? Men sizlarga Aka-ukalar mashina sotishamiz. Akajon yana sizga muborak bo'lsin. Xo'p, mashinangizni alga mashinamga turing akajon inshaalloh. Xo'sh, qarang akajon. Birinchi marta shu generalniy dovernis shu hamma aytdiki shu nomerni padarka berasiz bermaysiz. Shu O'zbekistondan yurtdi, shu o'zimning nomerimdan sizga padarka qilgan. Meni nimadan odamdan sizga padarka qilgan. Generalniy dovernis bergan akajon. Qarang, tekshiring. Biron muammo yo'q akajon. Agar xohlasangiz haydangiz, keyin mashinadan prosta nima bo'lsa, keyin xohlasangiz sotasiz. Xohlasangiz qoladi. Prosta bu qoladi sizga. Xo'p, bu sizlarni kopya pasportingiz. Hozir bu kopyadan sizdan zamoxat olamizki, shu mashinani yurting, shu mashinani olib berdi, qabul qilding. Shu zamoxat shunga berasiz, shu biron odam biron narsa desa, mashinani topshirmading desa, men aytaman, "Yo'q, akamni nimadan olganmi, bu nomeringiz ham bor, nomeringga zvonit qiladi, любой kas." Yana Instagram'laring bor, ha? Men podpisatsiya qilaman, kim yana yozadi, nima qilamiz, chinni aytingiz. Qancha bilet oldingiz, nima qildingiz, hammasini o'zlaringiz nima qilasiz. Bu turadi. Aka berur. Xo'p. Ya buraya tojiki gapdani. Bag'dorojon, ana xudo xohlasa inshaalloh mashina sport desam hamda ana dokumentashni qo'llayna. Kabutak chortlarni desini. Neta GT. Xo'p. Yana dar nomi xizmat akamda padarka. Apajon nasib qilsin. Tonirovka hujjat hammasi bu nalog hammasi qilingan. Ko'rdingiz apajon, hammasi chotki. Bu nima yana? Televizor. Ha, boshqa biron shtrafazi yo'q, bu shunaqasi. Apajon, sizga nasib qilsin. Otadaka biron savol aytingiz. Ay, opajonga bir savol beraman. Ha, juda ham xursand bo'ldim. Mana olib keldi, o'zingiz xursandsiz, mana olib keldi. Biz ham xursand bo'ldik. Hamma xursand. Sizga o'xshab nima deydi? Hammaga nasib qilsin. Ilohim shunday bo'lsin. Hammaga nasib qilsin. Inshaalloh. İşte qo'ydi atdilar mana yangi o'yinga qolasi bir qizil bir ko'k qo'ydi qolasi. Shu ikkitasi ham hali O'zbekistonga kesishi. Inshaalloh nasib qilsin. Baram aka-ukalar, padishah qilinglar. Ko'rdingiz, O'zbekiston keldik, shojazani topshirdik. Men tojikman, O'zbekistonga o'yin bo'ladi. Harakat qilamanki, o'zbekcha gapiray. Harakat qilaman. Agar biron xato bo'lsa mendan uzr so'rayman. Men harakat qilamanki, gapiray o'zbekcha. Qancha gapira olsam, shuncha gapiraman. Men o'zim tojikman, Tojikistonga. Shuning uchun agar biron bichi xato gapirsam, meni kechiring, prosta harakat qilyapman. Apajon, kalitdan, sami bilan sizga nasib qilsa. Rahmat.
Yana bir marta katta rahmat. Hammangizga Sizlarga ham rahmat. rahmat. Shu na самом деле siz apajon legendarniy qildingiz. Shu o'yinga ishtirok qildingiz, boshini yutdik. Legendarniy o'yin bo'ldi. Nima uchun aytyapmanki, legendarniy peshvoz oldingiz. Legendariy. Hammasi bu rasxod, hammasi tashvish. Bu muzika, buni har kim qila olmaydi apajon. Xudo barakat toping. Katta rahmat. Inshaallohki rahmat. Katta rahmat. Shu na самом деле доказать qildingizki, O'zbekiston xalqi Tojikistonni yaxshi ko'radi, odamlarni mehmondo'stlik. Kishan Tojikistondan. To'g'risan, opajon Tojikiston kelgansiz. Hozir ketishim kerak. Abrana ketasiz. Men Toshkent boramiz, agar hozir birdan Toshkent boramiz, bir hafta qolamiz, keyin ketamiz O'zbekistonga, Tojikistonga. yurar ekansiz deb. Voy opajon, mayli. Yana akam qoni buron suxan aytadi. Otamiz qoni. Dadam keyin, dadajon keyin. Samma glавный yodimizdan chiqmasa duo olish kerak. Salom alaykum akajon. Salom alaykum akajon, katta rahmat. Shu farzandingizni tarbiya qildingiz. Yaxshi, yo'q. Gapim yo'q, prosta akajon. Barakat toping. Shu o'yinga, shu odamlarga nima biron duo berasiz, nima aytasiz? Biroq mikrofonni nabarot qo'ying, prosta. Завтра ftesa kubin men biroz aynira jaqiding. Shuni bosmang, prosta gapiring. Biroq duo bering, ayting biron narsa nima deysiz? Duoni endi Hoji momomiz beradilar. Siz ham duo bering, Hoji momom beradi. Har kimga taqdir shunday mashinalar, shunday baxt, saodatlar, uylar, joylar. O'ynanglar, yutinglar. Bu to'g'ri o'yin ekan. Kimdir yolg'on deb gapirib edi. Chin ekan, mana o'shin keldi. Qo'llaringga shukr, to'g'ri ekansizlar. Yaxshi kunlarga qizim minsin to'ylarda, bayramlarda. Xudojon o'zi asrasin. Alloh aka, katta rahmat akajon. Katta rahmat. Ko'rdingiz akajon. Hoji momomiz ham gapirsinlar. Salom alaykum momajon. Yaxshisiz momajon? Tojikistonga Iloyim mana shu yangi qo'shinlar qadr qilsin. Ya'ni buni qo'sha qarasin, balalarni halovatini hamma mana shu ishondik hozir mana shuga. Mana shuga hamma o'ynasin, ishondik. Mana moshin keldi. Kutib oldik mana sizlarga ham rahmat. Yana o'ynagaman hammani xursand. Yana O'zbekiston yursa yana. Katta rahmat. Yana akam qoni sizni eringiz. shu urug'yotsin yana shu. Akam ya? Kimni odiga qildik? Kim kelsa gapirsa biron suxan. Akamga? Assalomu alaykum akajon. Ismingiz nima akajon? Bahrom. Bahromjon. U akamga nima bilasiz? Akasi. Akasi, assalomu alaykum. Shu apam yurtda siz qanaqa his qilyapsiz? Yig'ladilar. Nasib qilsa, inshaalloh bu nasib qilgan bo'lsa, inshaalloh Xudo qilsaki yana o'yimizga u nasib qilsa shu apamga, u akamga, sizlarga, hammangizga nasib qilsa. Yana xona bor, 3 ta kvartira bor shu o'yimga, 3 ta kvartira, 7 ta mashina, hammangizga nasib qilsa. Hamma o'ynamoqchi. Inshaalloh. Surxondaryodan boysunlar ham o'ynamoqchi. Tojikistondan kvartira qo'yganmiz. Kim yutsa xohlasa pul beramiz. Kim xohlasa O'zbekistondan o'shacha pul yarasha xona olib beramiz. Qanday o'ynaysiz? O'ynasizlarmi? Nima aytasiz? Chipni ham olib keldi, yana qo'yilgan. Mana yangi o'yinga. Mana shu sizga nasib qilsin qatnashib o'yin. Akajon, O'ynanglar, yutinglar, nima deysiz? aka biron ham bo'lsa aytingiz, biron gapiring, savol bo'lsa bering. Hop. To'g'risi men o'sha gap kelmayapti, xursandman. To'g'risi o'sha savol ham bera olmayapman bularga. Xursandman juda ham shu mana qatnashishdi. Mana otaxon duo qildilar. Samый главный duoni generalniy ismi onaxon qildilar. Mashinani deb mana yutishdi hammaligi. Katta rahmat sizlarga. Sizlarga ham rahmat. Ishonganingiz uchun. Yana uzr so'raymizki, kech bo'ldi. Ha, albatta uzr so'raymiz. Biz lekin mana shu chiqqanimizdan bir yo'ldamiz. Ma'lum bir sababli kech qoldik.
qorong'i bo'lib qoldi, endi ayb kelib yurmaysizlar, shu kunga nasib qilgan ekan. Shu paytga ekan mana biror kim o'ylamasin, fikr qilib ertaga bugun qo'y sraz olib kelib svejiyligida qo'yib berdi mana. Hamma ko'rdi. Keldi bu. Keldi bu qabul qilindi. Apajon, bir mashinangizga minasiz, bir Keling. haydaysiz, nima qilasiz? Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Hangi tarafdan giriyor? Hangi taraftan giriyor? Oh, yomon yo'q. Shu tormozni bosasiz, aziz bo'ladi, tamom. Ko'risi mana anaqada. Tormoz Просто uni sразу qo'ymaydi. Bo'ldi, bo'lmasam uyga kiringlar, bir choy ichinglar. Xo'p, opajon, nasib qilsa sizga opajon, nasib qilsa. Rahmat, rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Inshaalloh, muborak shava. Aylindi. Mana tag'osimindir, dadasimindiradi. Buni o'chirish kerak-da, mashina bolalar teginadi. Zabon xacha kiring.